Omad Show servisida bugun bayram, bugun navbatdagi avtomobilni o'z egasiga topshirish maqsadida manzilga yetib keldik. Assalomu alaykum, Jala Quduq Andijon! Biz Andijondamiz, Jala Quduqdamiz, Ko'tarma qishlog'iga yetib keldik o'z vaqtida. Mana navbatdagi 10x avtomobili qop-qora, chiroyli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima ish qilib qo'ydingiz? Gapiring. Shu Omad Showga boshlangandan beri, deyarli 7 yildan beri muxlisman. Jo'natib turardim. Ba'zida hafsalar bo'lmay qolganda 1-2 hafta dam olib qolardim. Keyin yana jo'natishdan to'xtamasdan jo'nataverardim. Nechta jo'natardingiz endi? Har doim har xil. Hamma mahsulotlardan olardim. Qaysi payt? Bu menga ham shu muxlislar shunaqa savollar juda ko'p so'rashdi. Uni paytini qizig'i yo'q ekan, farqi yo'q ekan. Jo'natsa bo'ldi ekan. So'raganlar bo'ldi, qancha pul berding Botirxonga deb. Yo'q. Allohga ot, bir so'raganim yo'q. Men bu odam tanimayman. To'g'risi bu hammasi haqiqat ekan. Oddiy stikerlarni o'chirib, kerak bo'lsa bittani jo'natib ham Omad Show ishtirokchisiga aylanish mumkin. Omad ekan. 1749-avtomobil Jala Quduq Andijon! Qarsanglar bo'lsin, havas qilinglar. Tashligi muborak bo'lsin. Qani birga tabriklaymiz. Qo'lni yuribsizmi? Muborak bo'lsin. Nima bo'ladi? Damas tushadi. Qani bo'ladi? O'tirib olib, velosipedni qildirayni aylantirib, trenirovka qilib chiqdim. Qani velosiped uydami? Bo'ldi. Boshqa aylantirmay. Qolganlarga bering, havas qilganlarimizni kiring. Omad Show servisida 10x avtomobili Damas'dan tashqari yana g'oyibona yurtdoshlarimizni xursand qilib 20 ta velosiped qo'yilgan. Akamiz o'zlari e'lon qilib berdilar, aniqlab berdingiz. 20 ta yurtdoshimizni tabrikladik. Xullas, bugun juda chiroyli tadbir bo'ldi. Rosa xursandmiz. Yana bir bor hammalar nomidan tashkilotga tabriklaymiz. 10x avtomobili muborak bo'lsin. Aynan mana shu nuqtada ko'tarinki kayfiyatda sizlar bilan xayrlashamiz. O'sha gap tinchlik, xotirjamlikda, bag'ri butunlikda, sog'lik, salomatlikda, meni yurtim telekanalda yana yorug' yuz bilan ko'rishguncha xayr! Andijon!